Albatta, erlardagi bu xil o'zgarish ayollardagi qo'rqinchni kuchaytiradi. Ya'ni tashlanishdan qo'rqish, vafosizlik qilinishdan qo'rqish. Bunday vaqtda yo'ldoshining taloq qarab boshqa birisini yaxshi ko'rib qilishdan qo'rqish. Bu ma'lum hisobda tashlanishdan qo'rqish. Natijada bu tufayli nurg'un ayollarda yolg'izlik tuyg'usi, xo'rinish tuyg'usi kuchayib ketadi. Ko'pincha ayollarning tunji inkosi nima? Albatta, har qanday ayolning tunji inkosi intan umidvorlik bilan, intan umid ichida yo'ldoshni o'zgartmoqchi bo'ldi. Avval uning bilan paranglashtirishdi. Andan keyin qaqshaydi. Undan keyin yo'ldoshning jo'risining tuqqanlari ota-onasi singdirlab paranglashtirishdi. Ondan hatto o'zining jo'risining do'stlariga paranglashtirishdi. Musharqlik o'zgartirman deb qaraydi. Ondan bu narsalar uning bermaganda ayollarda ochchig'inish bo'ldi. Ochchig'ni ba'zida bevosita yo'lga chiqarmagan vaqtda bolalar chiqarish to'g'ri keldi. Bolalarni yaralantirdi yoki o'zini yaralantirdi. Vaqtning o'tishiga ergashib, ondan keyin bu uning bermaganda ayollarda whatever position deymiz. Voy men bo'lsam bo'lasan degan bir holatga keladi. Bunday aytgan vaqtda umidsizinishdan iborat bu hissiyotni kesib o'tish uchun umid bog'lamaydigan holatga bordi. Biroq ko'ngilning yana ma'lum yerda yana o'zgarib qoladigan ma'lum bir umid yashaverdi. Yana vaqtning o'tishiga ergashib ümidsinish oxiri ayollar bir xil qorong'ulikqa kirib qoldi. U bo'lsinmi? Birsi ajrashqisi bor, ammo ajrashishdan qo'rqidi. Yana birsi ajrashmaslikdan qo'rqidi. Ya'ni ajrashmay doim umrim mushbet o'ta ketami degandan qo'rqidi. Ammo ajrashay desa, uningdan qo'rqidi. Demak, bu qo'rqinish ayollarda bir psixik qorong'ulikni shakllantirdi. Demak, biz ayollarni bildik, odamlarni bildik, oilalarni bildik. Bu xil psixik ozg'oldan qanday qutulamiz? Buningdan qutulishning, biz insonlarning buningdan qutulishning, odamlarning qutulishning ikki xil yo'li bor. Faqat ikki xil yo'li bor. Men ikki xil yo'li bor dedim. Ama oson yo'li bor dedim men. Ikki xil yo'li bor. Oldi bilan biz zilqi psixik mixni yaxshi tushunishimiz kerak. Mayli erlarda bo'lgan bu xil biyoramlik, siqilish bo'lsin yoki ayollarda bo'lgan bu xil yolg'izlik tuyg'usi bo'lsin, buni hargizmi juftingiz keltirib chiqarmaydi. Bu mixni juftingiz hargizmi keltirib chiqarmoqchi emas, balki ko'rsatmoqchi. Bunday aytgan vaqtda yolg'izlik tuyg'usini bir ayolning eri shakllantirgan emas. Balkim eri uning yolg'izlik tuyg'usini tugatolmagan bo'lishi mumkin. Bu balkim onun yolda, agar bu ayol yo'ldishdan umidsizlanmoqchi, uni ayblamoqchi bo'lsa, mush tufayli ayblis bo'ldi. Sen mening yolg'izligimni tugatolmading. Ammo shakllantirding emas. Albatta bir ayolmi hargizmi erdiki bu xil mag'lubiyatni yoki bu psixik bearamchiliklarni ayoli shakllantirgan emas. Siz bu xil hodisani, mushini cho'nqur tushunib ketgan vaqtda sizning psixik besmangizni yeri miniklaydi. Yoki tok bearam bo'layotgan yurgingiz hali tinchiydi. Degan bir holatga kelasiz. Bu holat bak muhim so'nggi vaqtda. Bu holat bak muhim.